Aziz do'stlar, prikollarni bilasizlar, texnologiya degan. O'sha texnologiya degan narsa chorvachilik olamida ham bor, faqat boyagi matsamkin texnika mashinalarda emas. Hozir sizlarga bitta zo'r narsani o'zim ruchnoy qilib ko'rsataman. Qo'limdagi narsa planshet. Bu как smart управление. Mollarda tagini tozalash uchun, ya'ni Delta Scripperda bemalol planshetda telefonda o'tirib ham bemalol boshqarsalaringiz bo'ladi. Как умный dom-da, shunaqa qilib. Mana bu xitni bosdim. Aziz do'stlar, yaxshilab e'tibor beringlar. Delta Scripper bu ayniqsa молочный komplekslarga kerak bo'ladigan, tagini avtomatik tarzda tozalashga kerak bo'ladigan. Endi qaranglar, bitta zo'r fishkasini aytaman bu. Buni mana bu narsa oddiy, mana o'rtada ketayotgan narsa oddiy tros hisoblanadi. Tros bilan zanjirdan foydalangan bu yerda. Yana nimasini aytishim mumkin sizlarga, qo'shimcha fishkasini. 110 metrga harakatlanadi. Bu narsa asosan qaytarib aytaman, молочный fermalarga taalluqli tema. Chunki sut ishlab chiqarishda qulayliklarni, возможностьlarni kengroq ko'lamda qo'llashga harakat qilamiz. Sekin-sekin O'zbekistonda imенно shu Delta Scripper bo'yicha o'sishlar bora-bora endi rivojlanyapti. Qo'limda ko'ryapsizlar, bemalol telefonda boshqarsa bo'ladigan. Yana bitta zo'r fishkasini aytaman. Bu kerakli narsa. Bu headlock fiksatorlar. Fermangiz bo'lsa, shart emas oxirgacha qo'yish. 3 ta 4 ta joyiga qilib qo'ysangiz, boyagi veterinarni obslujivoganiga juda ham yengil, ya'ni veterinarni ko'rikka juda ham yengil. Yana fursatdan foydalanib, malochkada eng afzal bo'ladigan birinchi o'chirtda operator, bu yoqqa qarang, endi mayli sizlar uchun axlat ustidan ham yuryapman. Ko'ryapsizlarmi ventilyatorda ishlashini? Mollar havo shunaqa zo'r salqin, tepadan ham suv tashlayapti tomning ustiga. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, buni endi hozir ishlatmayapti. Mana suv sepadigan. Klimat kontrol. Hozir faqat ventilyatorda o'zi ishlayapti. Bu malochkalarga juda ham foyda. Qaranglar. Lijanka nimaga ahamiyat beramiz? Ko'plar aqllilik qilishadi. Aka, buni o'zimiz ham yasab olsak bo'ladi-yu narxiga kelganda deb. Bu orqali garachotsinkovka, bu birinchisi. Bo'yaganingiz bilan, oddiy temir bilan yasaganingiz bilan, kimlardir rels bilan harakat qiladi. Uni foydasi yo'q. Axlat buni chirishiga eng katta sababchi bo'ladigan birinchi omil hisoblanadi. Lijankalarni ham zo'r qilgan. Biz hozir turgan joyimiz 240 ta mol ketadigan tipovoy naves. Menimcha juda ham zo'r. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qurilish bo'yicha, proyekt bo'yicha, molni chorvachilik invertatsiyasi bo'yicha, pожалуйста, aloqaga chiqinglar. Ustanovka xizmatimiz bor, bolalar. Ko'ryapsizlar? Bu faqat buni boshqarishda emas, doilni zal, mollarda individual qancha homilasi bor, nima bor. Qisqasi, искусственный intellekt sifatida butun bir fermani, butun bir katta zavodni boshqarsa bo'ladigan joyi ham bor. Mana endi tozalagan joyiga ham bir ahamiyat beringlar-da, qaranglar. Ko'ryapsizlar, yarimi tros, yarimi zanjir. Mana bu zanjir, nargis tros. Bular hammasi da motor ishlayotgan motor qancha edi? 0.75 kW, 3 fazni. Qanaqa fishkasi? Ha. Orqaga yurayotgan payti, yurg'izing orqaga yurayotgan payti. Mana shu noshkalari anaqani qanotlarini tepaga ko'tarib oladi. Qolgan bo'lsa, orqaga sudramaydi-da. Bu 3 metr, ustiga chiqsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? 3,5. Anaqasi razmerlari buyurtmaga qarab olinadi. 2 metrligi bor, 3 metrligi bor. Bu o'zi standart 3,5, 320 da standart. Любой, ну men ko'p ko'raman 3 da. Hamma fermada 3 ko'raman. Mana men bu da asosan o'sha qo'shimcha metrajlar chiqarib. Chiqarib, qanotlar. Qisqasi zo'r narsa. Ish kuch kerak emas, texnika kerak emas, faqat elektr energiya потребность bo'ladi. Elektr energiya ta'minoti bo'lsa, bemalol tozalab ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa video ko'p bo'lib ketdi. Endi bu spesialni ko'proq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. 20 yilga garantiya sifatida ekspluatatsiya. Dak, ekspluatatsiya deganda bu yakuniy ishlab butun bir yo'q bo'lib ketadiganiga 20 yil javob beryapti. Imina mana shu narsani. Nimaga? Chunki
Bu yerda undan ham ko'p ishlaydi, buni o'ylab qarasangiz. Energiya bo'lsa, troslar uzilib almashtirib tursangiz, servis bo'ladi любой joyda. Bu vechna degan narsa emas. Qisqasi video zo'rinda yoqqan bo'lsa, Technology deb bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.